Oxirgi paytlarda internet tarmoqlarida bitta futbolist, sportsmenni o'zini oilasi bilan ajrashmoqchi bo'layotganligini va bunga ayolini oxirgi payt ko'p pul sarflayotganligi va qimmat sumkalarni ko'p so'rayotganligini sabab qilib ko'rsatganligini o'qib qoldim. Bilasizmi, bu misol bilan nimani tushuntirmoqchiman? Bu oilada ajrimga yoki bu oilani muammosi ancha oldinoq boshlanganligini va hech qanday pul ishlatishi yoki o'sha sumkalar bunga bahona bo'lmasligini tushuntirmoqchiman. Va sizning ham hayotingizda hozir ajrimga berayotgan bo'lsangiz yoki ajrim yoqasida bo'lsangiz, sizga nisbatan yoki siz turmush o'rtog'ingizga nisbatan o'sha ko'p pul sarflashi, ro'zg'orni tutolmasligi, bolalarga yaxshi qara olmasligi, shunaqaga o'xshash to'g'irlashi mumkin bo'lgan sabablarni ko'rsatishayotgan bo'lsangiz yoki sizga ko'rsatishayotgan bo'lishsa, bilingki, aslida bu insonlarning ehtiyoji yoki muammosi boshqa narsada yashiringan bo'ladi.